Qo'shtepa tuman tibbiyot birlashmasi 214 ming aholiga tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bizda markaziy shifoxona hamda 17 ta oilaviy birlanish poliklinikalarimiz bor. Bular aholiga tibbiy profilaktik tadbirlarda, skrining tekshiruvlarida tatbiq qilib olib bormoqda. Bundan tashqari 2025-yil davomida erishgan yutuqlarimizdan tashabbusli byudjetning birinchi loyihasida tumanga laparoskop apparatimiz yo'q edi. Laparoskop apparati yutib olinib, kam invaziv operatsiyalarni qilib olib borilmoqda. Bundan yuqori texnologik operatsiyalarni qilishning imkoni yo'q edi. Bunga erishdik. Shu kungacha 200 nafardan ortiq bemorlarda xolecistektomiya, kistektomiya, kam invaziv operatsiyalar qilib olib borildi. Tashabbusli byudjetdan ikkinchi loyihasida 3 ta loyihada yutuqqa erishdik. Ikkitasi oilaviy shifokorlik punktlarimizni kapital ta'mirlash bo'yicha yutildi. Raqamlashtirish bo'yicha mana prezidentimiz tomonidan chiqarilgan qaror farmonlarga binoan tashabbusli byudjet orqali 300 ta kompyuter yutib olindi. Bundan tashqari 6 ta infokioska, 150 ta nusxa ko'chirish apparatlari yutib olib kelib qo'yildi. Hozirgi paytda to'liq raqamlashtirish ishlari olib borilmoqda. Demet tizimiga aholini to'liq kirgizib yakunlandi. Bundan tashqari hozir aholi bilan shartnoma tuzilyapti. Demet tizimini raqamlashtirish to'liq oxiriga yetkazib, Demet tizimi sug'urta tizimi bo'yicha mana 2026-yil 1-apreldan boshlab to'liq o'tadi. Xodimlarni to'liq o'qitib, yakunlash ishlari olib borilmoqda. Lokal tarmoqlar to'liq tortildi. Sug'urta tizimi bo'yicha pilot rayon hisoblanamiz. 10 yil davomida sug'urta tizimi bo'yicha ishlab kelamiz. Hozir Qo'shtepa tuman raqamlashtirishga, sug'urta tizimiga o'tish uchun to'liq tayyor.